Meni ikkinchi kompaniyadan bo'shashim. Birinchisi ham boyni bolasi edi. Kazinoda yutqazib qo'yib, biznesini sotib yuborgandi. Ikkinchi boshlig'im esa Turkiyada ishkal chiqarib, qochib ketdi. Boyni farzandlaridan charchab ketdi. Lekin boyni bolalarining hammasi bir xil emas-ku. Siz ham boyni bolasimisiz? Menmi? Yo'q, men kambag'algina qo'soqni kambag'algina bolasiman. Buni qahvaga pulingiz yetmaganidan tushundim. Ha, yo'q, bu darajada kambag'al emasman. Kartochkam mehmonxonada qolib ketibdi. Voy, xijolat bo'lmang. Men ham xuddi sizdek oddiy oiladanman. O'zingiz Istanbuldan nima qilib yuribsiz? Ish bilan keldim. Shifokorman. Zo'r-ku. Qanaqa shifokor? Pediatr. Bolalar bilan ishlaysizmi? Siz turkchani yaxshi bilar ekansiz. Shu yerda o'rganganmisiz? Yo'q, men qishloqda o'rganganman. Ha, Siz ham qishloqdanmisiz? ha.